Assalomu alaykum hurmatli Mangi Topitura kanalining obunachilari va aziz yurtdoshlar. Bugun biz obzor qiladigan uyimiz Toshkent shahriga juda yaqin joyda joylashgan. Uyda obzor qilib beramiz. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Saxovat MFI Ziyolilar ko'chasi 5-bo'lim 11A uyda bugun sizlarga obzor qilib beraman. Eski nomi 55 deb atalgan ekan. Ko'pchilik 55 desizlar, hamma bilar ekan bu joyni. Endi gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Mana Wi-Fi'lari ham bor. Mana gaz trubasi svetdan, ichimlik suvdan va ariq suvdan muammo yo'q. Sizga hozir ariq suvini ko'rsataman. Qish yoz oqib turadi. Manzil Toshkent shahri, ya'ni ippodromgacha bo'lgan masofa 26 kilometr, Yangiyo'l bozorigacha bo'lgan masofa 7 kilometr va mana bu yerdan katta ko'chaga chiqish esa 1 kilometr, 1,5 kilometr chamasida. Bu yangi uchastka. Mana ko'rsataman. 8 xonali, o'sha 8 xonali uy koridor oshxonasi bilan qo'shilib, umumiy yer maydoni 20 sotixdan oshiq, kadastr dokument hujjatlari hammasi joyida. Birinchi yerini ko'rsatay dedim. Mana chegara. Mana bu daraxtzor. Mana bu yerda teraklar bor. Teraklar yer hammasi egasiga qarashli. Mana qo'shni bilan mana bu yerda devor. Chegara mana. Boya aytganimdek, ariq suvdan muammo yo'q. Birinchi fasol ekib olgan bu yerga. Fasol ekib bo'lgan, uni yig'ishtirib olgandan keyin maka jo'xori ekib olgan. Mana jo'xori ekib olgan. U yoqda uzumzorlar bor. Bu tarafda esa yaylov bor. Molga, dehqonchilikka juda ham zo'r joy. Maqtasa arziydigan joylar mana. Sizlarga ichimlik suvini ko'rsataman. Mana ichimlik suvi. Yana bir marta aytaman, yerda umumiy maydoni 20 sotixdan oshiqda endi. Mana bu yoqda 2 xonasi hali bitmagan. Kadastr hujjat dokumentlari hammasi joyida, hammasi bor. Endi uyda ichini obzor qilishga o'tamiz. Mana boshladim. Shunda kirganlaringizda katta zol. Zali. Bu yerda o'zlarining yotoqxonasi ekan. Bu yerni ko'rsatmay qo'ya qolay. Yo'q. 3-xonasi. Bu 4-xonasi. Bu yerda oshxona. Mana. Katta qilib qurilgan uy. Yangi uchastka, ya'ni kelib yashashga juda ham zo'r joy. Qulay. Mana.
boya aytganimdek описаниеda uy egasini nomerini qoldiraman, raqamini. Bemalol aloqaga chiqib, masalan, man aytmay ketgan yoki tushundira olmagan joylarim bo'ladigan bo'lsa, hammasini uy egasidan so'rab, batafsil so'rab olsangizlar bo'ladi.